8. para. Biz ularga, yani kuffarlarga periştelerni düşürgen, ölütlerni ular bilen sözleştirgen, biz hemen narsani ularning aldığa yığıp bergen, yani ularning yuqorqi taraflarini urullagan taqdirdimi Allah xalimig'icha ular iman etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. Shuningdek, yani bu mushriklarni sana düşman qilgandek insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga düşman qildik. Ular aldash uchun shirin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, yani payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla mikrlari bilan qo'yib bergin. Allah sana ularga qarshi yordam beradi. Oxiratda iman etmaydiganlarning dillari ularning shirin so'zlarga moyil bo'lsin. Uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarga ro'shan kitob nazil qilgan tursa, aramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qilguvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, yani Yahudilar va Nasaralarning o'lmalari uning, yani Qur'onning Parvardigoring tarafidan nazil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qilguvchilardan bo'lmag'in. Parvardigoringning so'zi nihoyatda rostdir, nihoyatda to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, yani kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Ular faqat gumon qila agishidi. Ular faqat yolg'onla so'zlaydi. Ey Muhammad, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. Allohning oyatlariga iymon keltirguchi bo'lsanglar, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni yanglar. Zururiyat bo'lmag'icha yeyish harom qilingan narsalarni Allah sizlarga ochiq bayon qilgan tursa, Allohning ismi aytilib bo'g'izlangan hayvonlarni nimishqa yemaysizlar? Nurg'un kishilar nafsi xohishiga agishib, bilmasdan boshqalarni haqiqatan ozdirdi. Shubhisizki, sening Parvardigoring shar'iy dalilsiz halol harom deb haddidan oshquchilarni obdan biladi. Aşkara ve yushirin gunohlarni tark etinglar. Shubhisizki, gunoh qilguvchilar o'z qilmishlari tufaylidan oxiratda jazoga tortiladi. Ey mu'minlar, Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabih qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvasa qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolsizlar. Aslida o'lik, ya'ni kafir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan, biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kafirlarga ularning qilmishlari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. Hiyla mikr ishlatishlari uchun Makkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla mikrlari o'zlariga yonadi. Ya'ni ular shu hiyla mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. Ularga Muhammad alayhisalomning rost payg'ambarligini ko'rsatadigan biror mo'jiza kelgan chaqda, ular bizga payg'ambarlarga berilgan mo'jiza berilmagicha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'lganligini obdan biladi.
Bu günahkarlar özleri işletken hile mikirler tüpeylidin Allah'ın dergahida xorluqqa ve qattiq azapqa duçar boludu. Allah kimni hidayet qılmaqçı bolsa, onun köksini İslam üçün açıdı. Yani onun qalbini imanğa kengaytib beridi. Allah kimni azdurmaqçı bolsa, onun köksini şuncha taraytib etidi ki, iman etiş onunğa goya asmanğa çıkıştınmı qiyin tuyuludu. İman etmağanlarını Allah muşundaq azaplaydı. Bu yani İslam dini Perverdigarının toğra yoludur. İbret alıdığan qavm üçün ayetlerini muşundaq təfsili bayan qıldı. Perverdigarının dergahida ularga Darussalam yani cennet var. Ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'adigan kunni eslagan. Bu kunda Allah aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar." Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari: "Ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz əmdi sən belgiləyən vaqtqa, yəni qiyamət günüge yetdik, deydi. Allah dozaq sizlərinin cayınlardır. Sizlər Allah'ın xahişiga bağlıq halda o yerdə məngü qalısızlar, deydi. Şübhəsiz ki, senin Pərverdigarın hikmət bilən iş qılğucudur, həmmini bilgücüdür. Şununğa, yəni insanlar bilən cinlərni öz ara faydalandırğanımızğa oxşaş, qılmışları tüpeylidin zalimlarının bəzisini bəzisiga musallat qılımız. Ey cinlar və insanlar cəməsi, sizlərə öz içinlərdən mening ayetlərimni bayan qılıb beridigan, bu gününlərdəki uçurishdan sizlərni agahlandırdığan peyğəmbərlər gəlmədimi? Ular günahlarımızı itiraf qıldık deydi. Ularni dünya tirikçiligi aldığan, ular özlərinin həqiqətən kafir bolğanlıqlarını itiraf qılıdı. Bu şunun üçünki Pərverdigarın şəhərlərinin ahalisini ularga peyğəmbərlər əvətib agahlandırmasdan qəflətdəki vaqtlarda zulm qılğanlıqları tüpeylidin halak qılğını yox. Ahirətdə hər adamның qılğan əməliga yarışa dərəcəsi boludu. Pərverdigarın ularning qılğan işləridən g'afil emas. Pərverdigarın xalayiqdən və onlarning ibadetlerindən bihacətdir, rəhmət egisidir. Əgər o xalsa, sizlərni halak qılıb, sizlərni başqa bir qavmning avladıdan payda qılğandək, sizlərning o'rninglarga o'zi xallıgan itaatman başqa bir qavmni qo'ydi. Sizlərə vədə qılınğan qiyamət ölgəndən keyin tirilish qatarlıq işlər çoxum meydana keladi. Sizlər qechib qutulolmaysizlar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, ey qavmim, sizlər kuchinglarning yetishicha ishlanglar, ya'ni kufringlarda ching turinglar. Men bu cho'qim kuchimning yetishicha ishlayman, ya'ni men bu o'z da'vatimda ching turman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'lganligini uzunga qolmay bilasizlar. Zalimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi. Müşriklar Allah yaratgan ekinlardan və çahar paylardan, yəni tögə, kala, qoylardan Allah üçün bir həssə, butları üçün bir həssə ayırıb qoyub, öz gumanlarıca heç qandaq dəlilsizlə, bu Allah üçündür, bu məbudlarımız üçündür, dedi. Butlarının nisivisindən Allah'ınkiga qo'shishqa bo'lmaydi. Allah'ның nisivisindən butlarınkiga qo'shishqa bo'ladi. Müşriklar Allah'a atıgan həssidən butlarga atıgan həssiga birər nəsə qoşulub qalsa, onu butlarının həssi içində qaldıradi. Və Allah bay bununğa muhtac emas deydi. Butlarga atıgan həssidən Allah'a atıgan həssiga birər nəsə qoşulub qalsa, onu butlarının həssiga qaytırıb etadi. Ularning qarari nima degan qabih? Müşriklarning şerikleri, yani şeytanlar, müşriklarni halak qilish və ularning dinini qalaymuqallashtirish uchun ularning nurg'unlarga balalarni o'ltirishni, shuningdek
ya'ni Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsaydi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga chaplagan yolg'onlari bilan billa tarik et. Ular o'zlarining gumonicha bu hayvonlar va ekinlar ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvonlarni minish haromdir. Bu hayvonlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi, dedi. Ular Allohga yolg'on chapladi. Allah ularni yolg'on chaplaganliklari uchun jazolaydi. Ular bu hayvonlarning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir, dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtaqdir. Ya'ni uni hammaylar teng yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on chaplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qiluvchidir, hammani bilguchidir. Hamoqatlik va nodonliklaridan bolalarni o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. Alloh bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Meyvelari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan ta'mi, o'xshamaydigan zaytun va anorni yaratdi. Meyvesi pishqanda ulardan yanglar, meyvening usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. İsrof qilmanglar. Alloh haqiqatan isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi. Alloh chahar paylarni, ya'ni tuga, kala qo'ylarni, yuk ko'taradiganlarni, bo'g'izlanadiganlarni yaratdi. Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'chqar va sog'liq, o'chkidan 2, tika va urg'achi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi, yoki 2 tishnimi va yoki 2 tishning qo'rsqidagi qo'za bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beringlar. Allah sizlarga to'gidan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini, kaladan 2ni, ya'ni erkak bilan tishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi, yoki 2 tishinimi va yoki 2 tishining qo'rsqidagi butloq bilan muzaynimi? Yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chog'da sizlar hozir miydinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdinmi zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, Mekke kuffarlarga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkamlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'chqa go'shi, cho'chqa nejis yemekliklarga odatlanganligi uchun cho'chqa go'shi paskinidir. Va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek esa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir. Yahudiylarga tum tuyoqliq, ya'ni to'ga,
tügü quşqa o'xshash acha tuyaqliq bo'lmay tum tuyaqliq bo'lgan hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala qo'ylarning dummisidiki yoki uchaylaridiki yoki so'nkiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ldirish, jazona qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yevilish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar qilmishinglar uchun sizlarni aldirab jazolmaganlikdan keng rahmat egisidir. Allah'ның rahmetiga mag'rur bo'lmanglarki, Allah'ның azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi, degan. Müşriklar, agar Allah xohlasaydi, biz va ota-bobolarimiz shirik keltirmaydik va hech narsani harom qilmaydik, deydi. Ulardan burunqi kishilar taki bizning azobimiz nozil bo'lib, azobimizni kiytig'anga qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zlaringlarning rostchilligiga fakitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumong'a asoslansizlar. Allohga faqat yolg'onni chaplaysizlar. Ey Muhammad, aytqinki, sizlarning fakitinglar bo'lmasa, Allohning aniq fakiti bor. Agar u xohlasa, hammanglarni albatta hidoyat qiladi. Ey Muhammad, ularga Allah buni harom qildi deb guvohlik beradigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar, degan. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin. Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafsi xohishlariga ergashmagan. Ular Parvardigoringga shirik keltirdi. Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Allah harom qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirik keltirmanglar. Ota-onalarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ldirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yushrun yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ldirmanglar. Haqliq ravishda o'ldirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Yetimning milini taki u balog'atga yetganga qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan chig'inglarda adil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam qonunlar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat olishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mamanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib, do'zaxdan saqlanishinglar uchun Allah sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. Andin ular, ya'ni Isroil avlodi o'z Parvardigoriga muloqot bo'lganligiga ishonsin deb yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, Isroil avlodining diniy ishlarda ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsiliy bayon qilish, Isroil avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzidan Musoga kitob, ya'ni Tavrat ato qildik. Bu biz nozil qilgan Qur'on muborak kitobdir.
Allah'ın rəhmətini ümid qılğıcılardan buluş üçün onunğa əgişinlər. Onunğa müxalifətçilik qilishdən saqlanыңlar. Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgariki ikki toifalar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga kitob nazil qilingan. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zotla xabarimiz yo'q. Bilmasliklar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik. Bilmasliklar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nazil bo'ldi. Allah'ın ayetlerini inkar qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular faqat o'lim farishtalarini yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarni kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarni yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarni etgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Biz albatta kutamiz degan. Dinda bo'lgunchilik qilib, turli firqalarga ayrilganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Alloh qila xosdir, ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib beradi. Biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ladi. Biror yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobarla jazo berildi. Ularga zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, bu mushriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. İbrahim müşriklerden emas edi. Ey Muhammed, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. Allohning sheriki yo'qdir. Men mushuninga, ya'ni yolg'iz Allohga xolis ibodat qilishga buyurildim. Men musulmonlarning avvaliman. Ey Muhammed, aytqinki, Allah hamma narsaning Parvardigori tursa, uningdan boshqa Parvardigor talab qilamdiman? Har odam o'zi qilgan gunohga o'zi javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Ya'ni bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin Parvardigoringlarning dargohiga qaytasizlar. Sizlar radalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rinbosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigorim osiylik qilguvchilardan albatta siz hisob olg'uchidir. İtaat qilguvchilarni albatta mag'firat qilguvchidir. Ularga nahiti mehribondir. 7-sura A'rof. Makkada nazil bo'lgan 206 oyat. Nahayiti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif, Lam, Mim, Sod. Ey Muhammad, kafirlarni ogohlantirishing, mu'minlarga o'z nasihat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on san nazil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliq qilishda qavmingning uni inkor qilishidan ansirab yurking siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar.
Allah'ni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan sizlarni aldırdigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar va'zi nasihatni oz qabul qilsizlar. Biz nurg'un shahar aholisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechsi yoki tushliki uxlayotgan chog'larda keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimu, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Allah topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrilmagan edik, ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Bu kunda bandalarning yaxshi, yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Shubhisizki, sizlarni zaminda yerlashtirdik. Zaminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turibli, uningga nahiti oz shukr qilsizlar. Shubhisizki, biz sizlarni yaratdik. Andın sizlarni shaklga kirgizdik. Andın farishtalarga, sizlar odamga hurmat bildirish yuzidan sajda qilinglar dedik. İblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Allah iblisga seni sajda qilishga buyurgan chig'imda nimishqa sajda qilmading dedi. İblis, men uningdan ortiq meni o'tdan, uni loydan yaratdim dedi. Allah iblisga aytdi: "Sen bu yerdan, ya'ni jannatdan tushib ket. Bu yerda o'zingni cho'ng tutishga bo'lmaydi. Yo'qol, sen haqiqatan pastkashlardansan." İblis: "Menga kishilar qayta tirildiriladigan kungacha, ya'ni qiyomat kungacha muhlat bergin" dedi. Allah: "Sana muhlat beriladi" dedi. İblis aytdi: "Sening meni azdirganligingdan ular, ya'ni Adam alayhissalom va uning avlodiga vasvasa qilish uchun cho'qim sening to'g'ri yo'ling ustida o'tirman. Andın ularga cho'qim oldidan, orqasidan, o'ngidan, solidan hujum qilaman. Ularning ko'pchiligining ne'matiga shukr qilguvchilar emasligini ko'rsan." Allah aytdi: "Jannatdan ayblangan va rahmatimdan mahrum qilingan holda chiq. Ularning ichidan sana ergashganlarni qo'shib, hammanglar bilan cho'qim jahannamni to'ldirman. Ey Adam, sen ayoling bilan ikkinglar billa jannatda turinglar. Jannatning mevalaridan xalqininglarcha yanglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar. Uningga yaqinlashsanglar, zolimlardan bo'lib qolsizlar." Lekin shayton ularning yepiqliq avratlarini ichib etish uchun ularga vasvasa qildi. Shayton aytdi: "Parvardigoringlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek ularga men cho'qim sizlarga sodiqman" deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yeyishga kirishdi. Ularning Parvardigori ularga qayib: "Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni man'iy qilmaganmidim? Shubhisizki, shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim" deb nido qildi. Ular: "Parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz" dedi. Allah aytdi:
Sizlar bir-biringlarga, ya'ni shayton insonga, inson shaytonga dushman bo'lgan holda tushinglar. Ajlinglar bitganga qadar yer yuzida tursizlar va uningdan foydalansizlar. Allah aytdi: yer yuzida yashaysizlar, yer yuzida o'lisizlar. Qiyomat kuni yana yer ostidan chiqarilsizlar. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avratinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshisidir. Ana shular, ya'ni inson bolalarga satri avrat uchun libos yaratmoq, ularning ibrat elishi uchun Allohning bandalarga bo'lgan fazli marhamatini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ey odam bolalari, shayton sizlarning ota-onalarni ozdirib jannatdan chiqarib etgandek, sizlarni ozdirmasin. Shayton ularning avratlarini o'zlariga ko'rsatish uchun kiyimlarini solg'izib etgan edi. Ya'ni ularning yalang'och bo'lib qolishiga shayton sababchi bo'lgan edi. Shayton va uning qo'l ostidagilari sizlarni ko'ralaydi. Sizlar ularni ko'rolmaysizlar. Shubhisizki, biz shaytonlarni iymon etmaydiganlarning do'sti qildik. Ular, ya'ni mushriklar, biror yomon ishni qilgan chog'larda ota-bobolarimizning mushunda qilganligini ko'rgan edik. Alloh bizni shunda qilishga buyurgan deydi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh bandalarni haqiqatan yomon ishga buyurmaydi. O'zlaringlar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan yolg'on aytamsizlar. Ey Muhammad, aytqinki, Parvardigorim meni adil bo'lishga buyurdi. Har bir sajda qilganda butunlay Allohga yuzlaninglar. Allohga ixlos bilan ibodat qilinglar. Sizlar Alloh dastlabda paydo qilgan holatinglarda asliga qaytsizlar. Allah sizlardan bir guruhni hidoyat qildi. Yana bir guruhga gumrohlik tegishlik bo'ldi. Shubhisizki, ular Allohni qo'yib shaytonlarni do'st tutgan turuqliq o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satri qilib turadigan kiyimlarni kiyinglar. Yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalari uchun yaratgan liboslarni, shirin, pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Gerçi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allah'ның bir va shirki yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Parvardigorim oshkora va yushirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq qilishni, Allah'ның shirki bo'lishga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarni, Allah'ga shirik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni, Allah nomidan qalaymagan so'zlashni harom qildi. Payg'ambarlarni inkor qiladigan har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammu ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, ichinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga g'aydankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolgusidir. Allah'ga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhul mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibasini ko'radi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini ilish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda? deydi. Ular
bizden g'ayib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqror qildi. Allah oyatlarini inkor qilganlarga aytdi: Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qachon bir ummat do'zaxga kirdikan, u o'zidan ilgirki ummatga uningga agishib gumroh bo'lganligi uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni agash kuchlar ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qartib, "Ey Parvardigorimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 hassa do'zax azobi bergin" deydi. Allah hammasiga 2 hassa azob berildi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgirkilar keyingilarga sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliklar yo'q, ya'ni gumrohlikda va azobga tegishlik bo'lishda bir-birimizga o'xshashmiz, qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gadan-kashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Taki tuga yingnining to'shkidan o'tguncha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundaq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpsimi o'tdan, ustiga yipinadigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundaq jazo beramiz. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar kishini faqat kuchi yetadigan ish qila taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamisha qoladi. Ularning ko'ngillaridagi o'chmanlikni ilib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi. Ularning saroylari ostidan jannatning o'stanglari eqib turadi. Ular jimi hamdu sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Parvardigorimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qildi. Ahli jannat, ahli do'zaxqa biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'g'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakochi ularning orasida mundoq deb jakolaydi: Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sidi. Uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida A'rofda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simasidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'rof bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'g'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli do'zax tarafga buralganda, "Ey Parvardigorimiz, bizni zolim qavm bilan billa qilmag'in" deydi. A'rofdagilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan jannatdimi emas, do'zaxdimi emas kishilar simasidan taniydigan do'zaxiy odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliklar sizlarga nimaga asqatdi deb to'g'laydi. A'rofdagilar do'zaxlarga mu'minlarning fikrlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir deyildi deydi. Ahli do'zax
ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz qo'yib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchoq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishini unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash biz bugun ularni unutmaymiz. Ya'ni ularni do'zaxda qoldiramiz. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nilarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat va rahmat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutdi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar Parvardigorimizning elchilari haqiqatni ilib kelgan edi. Biz ularga iymon etmadik. Bugun bizga shafaat qilgan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandu deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning sheriklari deb iftira qilgan ma'budlari ularning ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki, Parvardigoringlar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Andın o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Alloh kecha bilan, ya'ni kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi, ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Alloh quyosh, oy va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilg'uchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allohning ilkidir. Olamlarning Parvardigori Allohning darajasi kattadir. Parvardigoringlarga tovanchilik bilan yushirin duo qilinglar. Duo qilganda kelsa kelmas so'zlab, to'lab, haddidan oshirib o'tganlarni Alloh yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlar avatib yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzuqchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki, Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Alloh bishoratchi qilib shamollarni avatadi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chog'da ularni o'lik, ya'ni qag'jirab yotgan giyohsiz joylarga suramiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turli-turli mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. Munbat yerning giyosi Allohning izni bilan to'liq unidi. Bu vaz nasihatga quloq silib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyosi oz o'sidi. Bu vaz nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mushundaq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki, Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdik. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman, dedi. Qavmning cho'nglari, biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz, dedi. Nuh aytdi: ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman, lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman.
Men Allah'ның vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun küfrdən saqlanishinglar və Allah'ның rahmetiga erishishinglar uchun sizlarga aranglardagi bir kishi orqali Parvardigoringlarning vahiysi kelishdan ajablanamsizlar. Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kimida billa bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki, ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdik. Hud, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar, dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari, biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz, dedi. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emasman. Lekin men olamlarning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Parvardigorimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchli nasihatchiman. Parvardigoringlarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allah'ның sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, baslik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allah'ның ne'matlarini yod etinglar. Ular: Ey Hud, ata-bularimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zlikchilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi. Hud: Sizlarga cho'qim Parvardigoringlarning azobi va g'azbi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-buvanglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar. Allah'ның azobini kutinglar. Menmi haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman, dedi. Biz Hudni va uning bilan billa bo'lg'uchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tal-to'kis halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudga ularning qarindishi Salihni payg'ambar qilib avatdik. U: Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Parvardigoringlar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan kishi tugumu sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminga qo'yib etinglar. Ixtiyoriy o'tlusin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob halok qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Ad qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni Hijr ziminiga o'rinlashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib, uylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ziminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'za qilinganlarga, ya'ni ularning ishidagi mu'minlarga, sizlar Salihni uning Parvardigori tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. Ular: Biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz, dedi. Hiliqi takabburlar: Sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz, dedi. Ular kishi tugini bo'g'izladi.
Pərverdigarının əmrini tutuşdan baş tartdı və ey Salih, rastilla peyğəmbərlərdən bolsan, bizə vədə qılğan azabni keltirib bax, dedi. Ularga qattiq zilzile yüzlendi de, ular öylərdə oturğan piti qetib qaldı. Ular halak bolğandan keyin ularga arqısını qıldı və ey qavmim, sizlərə həqiqətən Pərverdigarımның elçilikini yetkizdim. Sizlərə nəsihət qıldım, lekin sizlər nəsihət qılğuchilarni yoqtirmadinglar, dedi. Lotni əhli Sodomga peyğəmbər qılıb əvətdik. Öz vaqtida o öz qavmiga ularni ayıplash yüzüdən mundaq degan edi. Sizlər şunda qabih ishni qilamsizlar? Mundaq qabih ishni sizlərdən ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlər haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talvonlarni qandirsizlar. Sizlər haqiqatan haddidan oshquchi qavmsizlar. Lotning qavmining birdan-bir javobi, Lotni uning ergash kuchlari bilan qo'shib shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir deyishdan iborat bo'ldi. Lotni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan billa uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yağmur, ya'ni tosh yağdırdık. Günahkarlarning aqibatining qanday bo'lganligiga qarag'in. Madiyan xalqiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Pərverdigarlardan haqiqatan mening rasulligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narslarini kam bermanglar. Alloh payg'ambarlarni avatib, zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohlar qilib, buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agarligini tilgan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilg'uvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning oramizda hukm chiqarguncha sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarguvchilarning eng yaxshisidir.